Biz paxta adizindamiz. Qani ketdik. Aldın xabar berganimizdek, Жастар agentligi tarafidan o'tkazilib o'tirgan Qarmang paxta kesh bari barliq aymaqlar qatori Shimbay ham Kegeyli rayonlarida da davom etmoqda. Keling paxta keshlarimiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Qarmang. Sharslardan so'raysizmi? Abid keshga qancha kilogramm terdingiz? 47 kilogramm terdim. 47 kilogramm, demak 1,5 ming so'mdan 7500 so'm bo'ladi. 50 kilogramm terdim. 100 kilogramm. Oho, zo'r. Siz keshga qancha kilogramm terdingiz? 62. Al hozirgi tergan paxtangiz necha kilogramm shiqadi deb o'ylaysiz? 60 ga жетпесе-де 55 bo'ladi. Oho, zo'r. Siz keshga qancha kilogramm terdingiz? 96. Al hozirgi tergan paxtangiz necha kilogramm chiqadi deb o'ylaysiz? Bilmayman, endi ko'ramiz. Shamaman. Shamolasib qoladi, soat 90 ga. 90 ga shamolasib qoladimi? Oho, zo'r. Omid. Terimchilarning ko'ngli demalishi uchun konsert бағдарламалар shakllantirildi. Barchani joybarimizga belsini qatasuvga chaqirib qolamiz. Joybarimiz davom etadi.